Ana bu doğrunu men mutassil içip kelyapman. Sahirimga foyda qilyapti. Aniq ayta olmayman, o'zimga ma'lum bo'lgan bir 3 ta yondosh kasalliklarga men shuni foydasini sezdim. Prostata azob beradi-yu, men antibiotik boshqa narsa olib yuraydim. Fransuski prostatitlardan ichaydim, boshqasidan. Hozir shu narsa menga kamaydi. Men o'ylaymanki, bu diabetik nastoykani shunga ham foydasi bor deb o'ylayman-da. Chunki mana sizlar xabar olgan vaqtda aytgan joylaringiz borki, bu yondosh kasalliklarga foydasi bor deb. Sahar ana tugildi, narushini qilsak, hozir masalan bu yerda mana apparatlarim bor, o'lchadim 6/6. Bitta apparat. Saharni yengasan degan bir gaplar bor. Men olgan dorimdan davolanman. Damlama sizga yoqdimi? Endi albatta damlama bu bir yaxshi bir kofein choyday bo'ladi-da, uni yaxshi damlasangiz agar. Boshqa joylarni ichgan, mana shuni doimo iste'mol qilib ichib turibman.